Assalomu alaykum. 4 servis obunachilari Sirdaryo, Guliston, Metan, Propan ustanovka bo'yicha 5-iyul chislosiga 4 servisda olib qo'ygan mashinalarimiz bo'yicha полностью informatsiya berib o'tishga harakat qilamiz. Narx-navo, zapchastlar hammasini ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda Nexus 3 mashinasi olib qo'yganmiz. Bu mashinamizga Mardon aka Propanmi, bunga Metan. Propan 37 talik, 65 talik kalvasiy balonga olib qo'yganmiz. Bu yoqda yana bitta Nexus 3 mashinamiz chiqib ketyapti. Bu mashinamizga 90 litrli metan uстановка berdik. Polностью full komplekt bilan skidkadagi narxi 4 million 600 ming so'mga uстановка berdik. Bu yoqda yana bitta Cobalt mashinasi olib qo'yganmiz. Bu mashinamizga 80 litrlik metan joylashtirib berdik. Akkuratli holatda taglariga polностью rezinkalarni qo'yib, sharqiy sistema poloborod kraniklari bilan qo'yib berdik. Chanalari ham avvaldan chana. Oldi qismiga X original diktor qo'yib beryapmiz. X original, buni podelkasi bor ehtiyot bo'lamiz. Keyin farsunkamiz Rail 2 ohmlik bezdушный ishlaydigan italyanskiy farsunka bo'lgan, toza originali. Plombalari bor, ko'rishingiz mumkin. Bu original Rail 2 ohmlik farsunka. Stak 200 yangicha fason. Palasalik miya qo'yib berdik. Bu mashinamizga ham uстановkamiz narxi 4 million 800 ming so'm. En full komplektda 90 litrli gaz balon bilan. Bu yoqda yana bitta Nexus 3 mashinasi olib qo'yganmiz. Bu mashinamizga full komplektda propan uстановка beryapmiz. Tureyskiy original diktor. Buni ham podelkasi bor, ehtiyot bo'lamiz. Fragment chiqarmasligi uchun original fragment chlanglar, original rossiyskiy qomatlari bilan ADAX sakkiz farsunka bilan qo'yib berdik. Blok upravleniya ham Stak 200 Gofas. Bu ham yangicha fason. Orqa qismiga 47 litrlik zapaskasi joyiga propan uстановка berdik. Belarus balonlari bilan termotrubka fittinglar bilan montaj qilib berganmiz. Bu mashinamizga uстановkamiz narxi 2 million 800 ming so'mga tushgan. Bu yoqda yana bitta Gentra mashinasi olib qo'yganmiz. Bu mashinamizga 47 litrlik Tureyskiy armaturalar bilan termotrubka fittinglar bilan montaj qilib beryapmiz. Oldi qismiga Stak 200 Gofas, Tureyskiy original diktor W01 farsunka bilan uстановка beryapmiz. Argument original chlanglar bilan uстановка beramiz. Rossiyskiy qomatlar bilan original bilan uстановка beramiz. Bu mashinamizga uстановkamiz narxi Gentra mashinasiga necha pulga qo'ydiryapti buni? Sizda emasmi? Bu mashinamizga 2 million 800 ming so'm atrofi chiqadi. Damas mashinasi olib qo'yganmiz. Ko'pchilik so'rashyapti, Damasga fonini tushuntiring deb. Damasga обычный uстановkamiz narxi 2 million 650 ming so'mga o'zgardi. Bugungi kunga narxi 65 litrlik 3 ta lenta bilan baquvvat qilib beramiz. Tak. Oldiga обычный ключатор bilan qo'yib berilyapti. Laydo original diktor 3-pokoleniya 2 million 650 ming so'mga tushyapti original zapchastlari bilan. 65 litrlik 2026 balon qo'yib beramiz. 2026-yil balon QR kodlari o'zi bilan chiqadi, bekor. Ko'rsatib qo'ying, 06/2026-yil ishlab chiqarilgan. Buni ham 2025 aslatga balonlar bor. O'sha bilan qo'ysa, ozgina примерно $10 atrofi arzonroq chiqadi. Hamma balondan bor. 2025 ham, 26 ham bor. Tak, zapchastlardan bitta ko'rsatib o'tamiz. Yo'q, kerak emas. Tak. Narx-navolar har kuni o'zgarib turibdi. O'rtoqlar, faqat telefon qilib kelishlaringizni maslahat beramiz. Gaz balon narxi o'ynayapti. Zapchastlarning narxi o'sha turibdi. Faqat gaz balonlar narxi o'zgarib turibdi, har kuni har xil bo'lib. O'shaning uchun telefon qilib, dogovor qilib, keyin kelishni maslahat beraman. Yo'lga chiqishda ham bir og'iz aytib qo'yishingizdan chiqmasin. Tak. Har doimgidek o'sha skidkadagi narx-navolar. Nexus Gentra Cobaltlarga propan uстановkamiz narxini Stak xolasa Ezigomiya, xolasa Alex, xolasa Yevropa gaz basiko 24 ga 4 blok upravleniya bilan toza Tureyskiy reduktor, italyanskiy farsunkalari bilan hozirgi kunga propan uстановkamiz narxini 2 million 800 ming so'm belgilab qo'yganmiz Nexus Gentra Cobaltlarga. Metan uстановkamiz narxini 4 million 600 ming so'mga ko'tardik, sababi balon gaz balonimiz narxi ozgina oshdi. Ketadigan komplektlarimiz o'sha miya, Stak xolasa Alex, xolasa Yevropa gaz, ADAX original reduktor, X reduktor desa hamma biladi. X originali, podelkasi emas. Farsunkalarimiz ham
Xohlasa Adax farsunka 8 kartoshka, xohlasa Rail, xohlasa Baltic farsunkalar bilan, italyanskiy farsunkalar bilan qo'yib beramiz. Bu ustanovkamiz narxi 4 million 600 ming so'mga ko'tarilgan o'rtoqlar. Yana bitta gap o'rtoqlar, Metan Propan Uz kanalimizga obuna bo'lib kelganlarga alohida bonuslarimiz bor. Shumka bonus, propan qo'ydirganlarga ikkita filtr bonus qilib beryapmiz. Keyin narx-navolarda ham ozgina skidka qilib beramiz. Qo'lda kelguncha hamma ma'lumotlarni qo'yib borishga harakat qilamiz. Obuna bo'lib qo'yib, xizmatlar bo'yicha pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilib kelishlaringiz mumkin.